Hurmatli obunachilar, sizlar uchun Orzu restorani to'g'risida Chevrolet ustaxonani oldidan 6 stukli joy topib qo'ydik. Gazdan muammo yo'q, suvdan muammo yo'q. Joyda o'zi ham zo'r joyda joylashgan, lokatsiyani o'zi ham shaharga yaqin joyda. Kimga qiziq bo'lsa, 6 stukli joy, telefon qilasizlar. 2 xonali uyi ham bor, remont qilib, ichiga kirib yashasanglar bo'ladi. Mana bu kiradigan baratamiz. 2 xonali uyda ham ko'rsalaring bo'ladi mana. Remont qilish kerak ozgina. Vaqtinchalik yashab tursa bo'ladi. Turar joy qilingan. Hujjatda turar joy. Hujjatda umuman muammosi yo'q. Tepadan nomerlar qoldiraman. Kimga qiziq bo'lsa, Sho'rchi shahar markazida past. Orzu restorani to'g'risida 6 stukli joyimiz. Gazi, suvi, tugidan umuman muammosi yo'q. Tepadan nomer qoldirdim. Kimga qiziq bo'lsa telefonlashasizlar. Narx masalasi bo'yicha ham, tushunmay qolgan joylaring bo'yicha ham telefonlashasizlar. Hammalarga omad, guruhdoshlar, obunachilarim. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan zo'r joylar chiqadi. Kimga qayerdan joy kerak bo'lsa, yozinglar. Xudo xolasa men aytgan joylaringdan arzonroq uy chiqarib berishga harakat qilaman. Faqat rasmlari kelib turibdi. Shuning uchun rasmni chiqarib berishga harakat qildim. Video olishgacha hali bizni chaqirgan